Samoyga yoki oddiy karchirli moyga suv o'tib ketsa, hozir bunga qancha rasxod ketadi? Buni sizlar bilan birga hozir ko'rib, ochib, tekshirib ko'ramiz. Koptu. Ko'rib turganingizdek, shu pompamizni ham remont qilib tuzatib bo'ldik. Bu yerda hozir nimalar ketgan deydigan bo'lsanglar, bu yerda bitta porshini ketgan. Buni donasining narxi $20 turadi. Hop, 3 ta davleniya salniga almashdi. Buni donasining narxi 100 ming so'mdan, 3 tasi 300 ming so'm. Hop, bronzaning ichida turadigan suv salniga ketgan. Buni 3 tasining narxi komplekt 210 ming so'm. Hop, kichkina moy salniga ketgan. Buni 3 tasi komplekt narxi 200 ming so'm. 6 ta kichkina klapan salniga almashdi. Buni donasining narxi 5 ming so'mdan 30 ming so'm bo'ldi. Hop, bu общий qilgan ishimizga, mehnatimizga xizmatini hop klientimizdan 200 ming so'm oldik. Sizlar bundan arzonroq skidkada olishni xohlasanglar, kanalimizga podpiska bosib, kommentariyada skidka so'zini yozib qoldiringlar.